qiz farzandning tug'ilishini faqat tiriklayin ko'mish bilan poklash mumkin bo'lgan sharmandalik deb hisoblagan, ota umid qilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi kuyov qabr deb atalgan jamiyatda Muhammad alayhissalom taqdir u kishiga nima qilganini bilardilar. Fotimaning uyi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning uylari bilan yonma-yon bo'lgan. Ikki uyni atigi 2 metrlik hovli ajratib turardi. Ikki deraza bir-biriga qaragan bo'lib, biri Muhammad alayhissalomning uylari, ikkinchisi Fotimaning uyi edi. Rasululloh har kuni erta tongda derazani ochib, yosh qizlari bilan salomlashardilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qachon safarga chiqsalar, Fotimaning uyi eshigini taqillatib, u bilan xayrlashganlarini ko'ramiz. Qachon safardan qaytsalar, birinchi izlagan odamlari Fotima bo'lardi. U zot qizlarining uy eshigini taqillatib, hol ahvol so'ramasdan kirib ketmasdilar.